Telegramdan hozir bu video chiqqandan keyin menga savol beryapsizlar. Xullas, bafurji qisqacha tushuntiraman. Bir ayol erga xiyonat qilgan. Men uni oqlamoqchi bo'ldim. Действительно haqiqatan xiyonat qilgan. Endi hali ota-onasini, aka-ukasini oldida boshi egilmasin, ularda ham ko'cha-ko'yda boshi egilib, qaddi bukilmasin deb savob ish qilmoqchi edim. Yo'q, lekin bu savobni ko'ti teshik ekan. Yaxshilikni bilmas ekan. U haligi O'zbekistonda yurganda ham 1 so'm pulga zor bo'lib yuradi. Endi kimligini esidan chiqarib qo'yib, ko'rganini qursin deb bekorga aytmas ekan. Yaqinda ham yuradi mana shu yerlarda chevarxonalarda pulini ola olmay, stomatologiyalarda ishlab pulini ola olmay yuradi. Endi kimligini esidan chiqarib qo'ydi shekilli, ozgina qo'liga pul tushgandan keyin sen bunaqa insonlarga hech qachon yaxshilik bo'lmas ekan. Dilafruz, sen ko'rib turgan bo'lsang agar, sen hali shoshmay tur. Meni behurmatsizlik qilib juda katta xato ish qilding. Men shunaqa dakansa boraman, borganda ham bilmayman, sen ko'tara olasanmikan?